Salom do'stlar, sizlar bilan Minecraft va bugun biz g'aroyib seedlarni terib ko'ramiz. Xo'sh, bugun g'aroyib seedlarni terib ko'ramiz va birinchi seedimiz bu. Xo'sh, hozir. Mana birinchi seedimiz. Albatta raqamlar bilan shu raqamli seedlarni yozamiz. 20, 25, 98, 13, 33. Mana endi nima chiqdi? Bu seedlar 100% ish berishi kerak. 100%. Men bu seedlarni ko'rib chiqaman. Ular spam bo'lasiz. Paydo bo'lganingizdan o'chasiz va mana bu tarafga qayrilasiz. Shu joyda ochiq dalalar bor va bu yerdan qishloq topishingiz mumkin. Yana biroz kutamiz va shu atrofda qishloq bo'ladi. Mana. Shunchaki birozgina yursangiz bo'ldi, tamom. Shu atrofda qishloq. Yaxshi. Ikkinchini terishdan yozishdan avval obuna bo'lib like bosib qo'ying. Like bosib qo'ying. Baribir narsa ketadi. Videoni saqlab qo'yasizlar. Bizda ikkinchi seed minus 19, 24, 39, 05 va 76. Bu seedlarni albatta sizlar ham saqlab qo'ying. 100% ishlar. 100%. Faqat yo'qolsangiz. Xo'sh, spawn bo'ldik. Spawn degani paydo bo'lish deganda. Shu bilmaganlar uchun mana paydo bo'lganingizdan chap tarafingizda mana qishloq. Men bugun yozadigan seedlarning ko'pisi qishloq haqida. Qishloq seedlari. Ko'pisi. Mana shu qishloq. Va endi uchinchi seedimiz. Bu minus yana bitta minus 25 va 08, 79, 43, 4. Agar 4 desangiz 100% ishlaydi. Agar bu sizda quloq chiqmaydi. Lekin agar sizga qorli zonalar kerak bo'lsa, shu seedni terib ko'ring. 100% oldingizda mana shu qorli zonalar chiqadi. Qorli joylar. Bu 100% ishlaydi. Mana. Shunaqa katta joy qor bilan o'ralgan. Albatta sizga qorli zonalar kerak bo'lsa, shu seedni yozib ko'ring. Mana. Katta joy qor bilan o'ralgan. Yaxshi. Xo'sh do'stlar, bu videoyim mening birinchi videoyim bo'lgani uchun like bosib obuna bo'ling. Chunki men 1-iyungacha 1000 da bo'lmoqchiman. 1-iyungacha 2 oy qoldi, 2 oygina. 2 oygina. Bugun 1
Bugun 1-aprel edi. Bugun 1-aprel. Va 2 bo'ldi. 1-iyungacha. Mart, aprel, may, iyun. Keyin iyul, keyin avgust, keyin yana sentyabr. Shuni ketaveradi. Bizda endi 4-sinf bu 82. Keyin 74, 23 va 88. Yaxshi. Va mana paydo bo'ldik. Albatta bu senni yozganingizda tepangizda shu daraxt bargi beradi. Bu atrofda qishloq bo'lishi kerak. Shu atrofda. Xullas qarang. Spawn bo'lganingizdan keyin osmonga uchasiz va bu tarafga qarab paydo bo'lgan bo'lasiz. Va mana uchasiz tepaga qarab uchasiz osmonda o'tirasizda arqa tarafga qaraysiz. Mana. Va arqa tarafingizda ko'p mana daraxtlar, oldingizda esa Tinch okeandan ham katta okean bor. Xullas arqa tarafga yuramiz. Va bu yoqqa. Bu yog'i o'zimizda yaxshi bo'lgan, ya'ni men yoqtirgan biyom deyiladi. Shu yashil daraxtlar, olmali daraxtlar. Bu yog'i esa bu biyom archali biyom. Xo'sh, bu ishlash kerak. Hozir bir qishloq chiqish kerak. Xo'sh, mana chiqdi. 100% ishlaydi. Paydo bo'lasiz, turasiz, osmonga uchasiz, arqaga qaraysiz va archali biyom ko'rinib turadi. Va o'sha yoqqa yurasiz. Va ketayotganingizda qishloq ko'rib qolasiz. Tamam. Shunday. Agar videoga yoqsa va shu videoni saqlab qo'ymoqchi bo'lsangiz, like bosib qo'ying. Chunki siz like bosgan videolaringiz YouTube'da saqlanib qoladi. Bu rost gap. Shu uchun like bosishingiz kerak. Like bosingizlar emas sizlar. Xo'sh, endi bizda 5-seed. Bu yana bitta minus 13. Mana 01 77 0 78. Shunday. 13 01 77 0 78. Va minus esa. Xo'sh, mana oq daraxtning oldida paydo bo'lishingiz kerak. Mana shu yerda. Oq daraxt. Shu yoqqa qarab. Va spawn bo'lganingizdan keyin, shu paydo bo'lganingizdan keyin uchasiz yordamchiday va mana bu yog'i esa olmali daraxtlar biyomi, bu yog'i esa misr daraxtlari. Men misr deyman. Sizlar sahro deysizlarmi, nimadir deysizlar. Men sizlar nima deyishlaringizni bilmayman, lekin men misr deyman. Mana oq qumli joylar. Men bunaqa joylarni misr deyman. Hammaydi. Spawn bo'lganingizdan keyin to'g'ri o'ng tarafingizda shu qishloq bo'ladi. Va shu qishloqqa borib maza qilib yashashingiz mumkin. Chap tarafda kattagina tog' bor. Yaxshi. Va endi
oltinchisi eng so'nggisi bu so'nggisi bo'ladi. Oltinchi bu ham minus yozamiz, 13 yozamiz, 65 43 0 40. Shu setni yozib qo'ying, ya'ni saqlab qo'ying. Ishlaydi. Paydo bo'ldik va shu atrofda qishloq bo'lishi kerak. Do'stlar, xotira tutilib qolibdi. Videoni tugatib bo'lganimdan so'ng xotirani biroz tozalayman. Shu atrofda aniq qishloq salgina qiyin bo'ladi. Lekin qishloq chiqishi kerak. Lekin chiqmasa ham mumkin. Chiqadimi? Chiqmaydi. Bilmadim. Lekin bu so'nggisi edi. Agar bu ishlamasa, ya'ni hozirgi setdan agar qishloq chiqmasa, lekin chiqdi. Men shunchaki mo'ljal adashibman. Men Misr tarafga borishim kerak edi. Ko'zimdan kulyapti. Mayli. Xullas, bu so'nggisi, ya'ni Misrdagi qishloq. Ko'p kishi o'ylaydi. Hozir men o'ynayotgan Minecraftning nomi Craft World deb nomlanadi. Bu Minecraft eski versiya. Bu eski versiyalarda ko'p odam o'ylaydi. Eski versiyalarda Misrdan qishloq topish umuman ilojsiz yoki juda qiyin deb o'ylaydi. To'g'ri, bu juda qiyin. Lekin ko'pchilik buni umuman ilojsiz deb o'ylaydi. Lekin buni iloji bor. Iloji bor. Iloji. Lekin qiyin topish. Juda qiyin. Lekin baribir men topa oldim do'stlar. Xo'sh. Shu uchun iltimos like bosing. Obuna. Videoni tugatsak ham bo'ladi. Do'stlar, men shu mana bu yerlarda spam bilgan edim. Shu atroflarda hamcha mana bu yerlarda bo'lsa kerak. Shu yerlarda spam bildik. Sizlar ham shu setni yozib zona olsangiz, shu atrofida spam bilasiz va uchganingizda Misr tarafga borganingizda, ya'ni chap tarafga, arqa tarafga borasiz. Yurganingizda va mana qishloq. Misrdan qishloq topasiz. O'ylaymanki video sizlarga foydali bo'ldi. Va like bo'lsa, obuna bo'ling. Va ba'zi do'stlarimga salom aytib qo'yaman. Little Minecraft, Fakir, yana Alex, keyin Otis degan yana bir do'stim bor. Salom Alex do'stim.